Good morning, Excellencies, ladies and gentlemen. Welcome back to the chamber. The General Assembly will now consider agenda item 132, entitled, I quote, "The responsibility to protect and the prevention of genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity." End of quote. Amerikanın Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıda turuşluq vəkili 26 iyun günü Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının New York şəhərindəki baş ştabında ötküzülgən münazirə yığınında Uyğur qırğınçılığı hamda Uyğurlar duch kelayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarni yana bir qatim tilga olgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining Twitter betida berilgan ma'lumotlarga qaraganda, bu qitimqi munozara xalqaro jamiyatning zo'r ko'lamlik qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarining qurbonlari bo'layotgan xalqlarni himoya qilish majburiyati haqidagi yillik yig'in bo'lib, Amerika vakili Uyg'urlar haqida keskin so'z qilgan. People's Republic of China authorities continue to commit genocide and crimes against humanity against predominantly Muslim Uyghurs and members of other ethnic and religious minority groups in Xinjiang. O, Xitoy hozirmi Xinjiang rayonida Uyg'urlar va boshqa diniy jamoatlarga qarshi qirg'inchilikni va insoniyatga qarshi jinoyatlarni davom qilyotidi deb ko'rsatgan. U yana irqiy kamsitishni tugutish komitetining navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan vaziyatni jiddiy ahvol deb qarab, 2022 yil noyabrda bu ishlarni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibining ziyonkashlikka uchragan xalqlarni himoya qilish majburiyati bo'yicha maslahatchilikni ustiga elayotgan kishilarga yetkazganligini yana bir qatim eskartgan. In response to the situation in Xinjiang, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination, acting under its early warning system and urgent action procedure, Amerika ھۆكۈمىتى o'xshamagan xalqarалық sorunlarda Uyghur qirg'inchiligini to'xtatish yo'lida amaliy qadamlarni elish haqida izchil so'z qilib kelayotganligi ma'lum.